Hormaylar bolalar, barchaga salom, assalomu alaykum. Demak, videoni boshidan o'sha azartni bo'ladi, chunki deganda videoni bilet, mas suka, qizil bormi? Qizil debman, yashil bor. Zo'r bilet, 18 boshidan bilet. Qoyil, og'zi badaninga sikayman sani. Qaranglar, bu yerda nima bo'ldi men tushuntiraman. Hozir oldingi videoni qarasanglar, men hozirgina oldim. Ona Simpson qancha 6 milliondan 40 nechidir million qildim. 46 millionmi, 47 millionmi, shuncha 40 million rovna vividga. Rovna sразу vivid bo'ldi. Qolgan summaga bitta men shu yerga riskovat qilgim keldi-da, bilet. Yesilcha vdrug bermasa ham Games'ni mendan qarzi bo'lib qoladi deb o'tiruvdim, lekin. Qoyil lekin. Og'zingga sikayman sani. Bilet berganni birinchi spindan voy bilet. Qoyil, prosta gap so'z bo'lishi mumkin emas. Birinchi spindan. Bo'lar ekan-ku bilet, birinchi spindan. Joyida uribmiz o'zi ham bilet. Mana bu oldingi videoni ko'rib, keyin buni ko'rsanglar tushunasizlar bolalar. Oldingi videoni ko'rib, keyin buni ko'rganlar tushunadi faqat. Men aytdim, qilaman dedimmi, qilaman. Ana bu 40 millionni sразу vividga berdim. Plus bolalar, ko'tarilish qilib bolaman kanalda. Ko'tarilish, ya'ni misol 10 million so'mdan asta-sekin 200-300 milliongacha ko'tarilish bo'ladi. O'sha ko'tarilishdan 20% sizlarga beriladi. Mana shu Knyaz kanalim, mana shu YouTube kanalim, Games kanalimga obuna bo'lganlarga faqat beriladi. Maksimalni obuna bo'lib qo'yamiz. Eksklyuziv kontent bu yerda ham bor. Ana u streamda ko'rayotgan bo'lsanglar, har kuni, prям har kuni 20% balansimdan beryapman men. Misolda jalab mana. Ishonmaganlar bo'lsa, bu doказательство sizlarga. Misol qancha qilyapman? Misol 100 million yutsam 20 millioni tomoshabinlarga faqat beriladi. Mana shunaqa chista. Короче, qanaqa krissavskoy xodlari yo'q, shartlari yo'q. Promokoddan o'tinglar, do'stlar deb bilet hammani kiritib, keyin 130 ta odamga berib, bunaqa emas, hech qanaqa shart yo'q. Maksimalni bolalar 8:30 da streamga kiringlar. Har kuni stream bo'ladi. Bu tipa bonusni video men bitta papitka qilib ko'raman dedim. Papitka qildim, o'xshadi. Qoyil lekin, o'zim lekin nima bilan qasam ichsam ham billat. Lekin ishonmasdim bilan berishiga ishonmasdim. Bu haromiga kristaliga hali kirmagan edim video boshidan. Nimadan sразу kirib, bilan bunaqa katta summada bittaga qilmanglar, lekin повтор qilmanglar. Anaqa takrorlamanglar. Bu prosta eksperimental test. Bilaman to'shto yangi kontora yengiligida anaqa bor dejalab, foizi oshirilgan bo'ladi. Xo'sh, mana shu yerda bitta qani kontora yangi bo'lgan payti nimasi oshirilgan bo'ladi, yutuq berishi. Mana bu misol eskilari misol deylik, yaxshi. Misol uchun 8 tarz olaylik. To'g'ri reklama qilaman, lekin musurda jalab, musur to'lkatak yediradi. 22 millionmi? Qancha berdi bu? 30 million 720 mingmi? Qancha men qo'ydim? Ahuyet, bile 4 milyondan spin qildimmi? Yo. Ahuyet, prosta ahuyet. 30 milyon. Cho'za xuyna bile deyman. Qanaqasiga men xato qilishim mumkin? Qanaqasiga bilet bitta og'zingga sikaya billa hali ham yedirmabdi-ya bolalar. Yo billa cho'za xuyna. Cho'za sueta deydimi billat. Wow. Mayli, davayt bolalar, men shu xato qilgan joyimda mana 30 millionmi balansda 30 milliondan qanchasi mana depozitim edi? 6 million, 24 milliondan 20%. Mana shu videoda ham 20% ni beraman. Tomoshabinlarga 20% ni beraman. Billat. Ya vaxuy, вот честно-da billat. Qoyil. 24 milliondan 20%. 4 million 800 bo'ladimi shunda? 4 million 800.
mayli yana ozgincha o'ynaylikcha 20% ni bog'lab obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni bosib layklarni bosib qo'yganlarga beriladi. obunachilarga bitta sharti bor, kommentga yozinglar. Misol qayerda xato qildim, qayerda risk qildim, qayerda eng kichik stavkam, qayerda eng katta stavkam. Men hozir 2 kun ichida misol bugun 23-yanvar, 25-yanvar 15 ta odamni olaman, keyinchalik yana har hafta 5 ta odamni olib boraveraman. Maksimalni davay bosib qo'yamiz Billa xato qilganimni qaranglar. Uzura bilad. Xato qilganimni qaranglar. Voy jallab. Billa haligacha o'zimga kelmayapman 4 milliondan men hayotda gamesda 4 milliondan spin qilmagan odamman axir. Qoyil. Bu chunki bolalar men birinchi kirishdan saraz boshidan bosdim-ku, kattaroq sumada kontora yengillik uchun beradi deb nadejda qilib bosdim. Bundan oldingi videoni ham qarasanglar, vampir kursda bunaqa riskovat qilganim yo'q. 6 million so'mdan 46 millionmi, 47 million ko'tarib oldim. Maksimalni ko'ringlar, lekin ko'ringlar. Oldingi videoda daxuya maslahatlar bo'ldi. Bitta oldingi vampirda to'katak bo'ldi. Chistakam knyazcha strategiya bo'ldi-da o'zi ham. Xo'sh. Coldbet zo'r, foiz berishi zo'r. Men bejizga purusatga o'ynamayman qaysidir kontorani. Ana 3.8 tarzlarda, haromlarda u musur bo'lgan. 3.8 ta musur. Yana qaysida Spinbetda musur, onasi jalab bo'lsin o'sha chiqarganlarni. 3.8 tarzda daxuya pulim qolib ketdi meni o'zimni. Streamda ko'rganlar bor. Streamda har bir pul kiritganim, chiqarganimni 3.8 tarzda men eslaringda bo'lsa tashab o'tganman. Hozir ham agar ishonmaymiz, siz hali ham balkim demoga o'tgandirsiz real balansdan deb o'ylasanglar, yozinglar, onasi ham shuni ham skrinlarni polni kanaliga ulashib boraman. Atak men prosta demo degan negativlarni ko'rmadim men. Streamda ham, gameslarimda ham, kontentlarimda ham. Shu uchun ham bafurcha o'tiribman xullas. Tak, 150 mingdanmi 1,5 million masmaniq onangni skaymasani. Xo'sh. Keyin bolalar Coldbet o'zi yangi kontora, ko'p kishi anaqa qilyapti-da, u qanaqadir mustur saytlardan olmaylar. U qaysidir Telegramga misol Coldbet deb yozib yuklab olmaylar. Kimga kerak bo'lsa misolda jalab. Mana misol nimaga kirasizlar biladi. Qani YouTube'ga kirganda mana ko'rsataman sizlarga. Original o'zini rasmiyidan olish kerak. Rasmiyidan. Mana bu saytni qo'yganman. Bosasizlar, bitta bosish orqali Telegram kanalga o'tadi, yangi. Hech qanaqa post yo'q. Men sizlarni Telegramga o'tkazib, hammani promokoddan o'tkazib, anaqa niyatim yo'q. Kirasizlar, bemalol o'zini rasmiy nimalari bor. O'sha Coldbetni kontorasi, ya'ni o'zini rasmiy saytidan olish kerak-da, APK emas. Telegram kanalida APK emas. Silka bor. Misol kirganda men o'sha nimada Telegram nimaga biladi, til sal to'qilyapti-da, o'sha 30 million balansimda 30 million, hozirgina 5 million edi. Короче, kirasizlar tega kanalga, o'sha yerda faqat bitta silka bor, bosasizlar ustiga, o'sha yerda Coldbet kontorasi deb yozib qo'yilgan birinchi qatorda. Coldbet iOS, Coldbet Android. Androidni bitta bosish orqali bittada o'sha ozgincha kutsanglar, avtomatik tarzda o'zi yuklanib olinadi nimada. Nima deylar biladi, telefonlaring qurilmalaringga bitta bosish orqali yuklab olinadi. To'g'ri, Lord 26 promokod qo'yganman. O'zingizam promokod reklama qilasiz deganlar uchun endi nima qilay endi keladi endi reklamaga. Dada deydi, reklama qiling bizani. Qo'tog'izda qashib qo'yamiz. Nima qilamiz? Ana bu pulchani oling, stream qiling. Stream qilganimdan ham 20% sizlarga beryapman-ku axir, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin voucher bolalar, men hozir misol Coldbet kelganiga men VIP nimalar uchun voucher berasan deb nima qildim? O'zini rasmiy, o'zini promo voucherini berdi. CB 30 edimi adashmasam, 30 va oldidan SK. Biladi, SK. Короче, tushundingizlar-ya? Qanday tushuntirsam men sizlarga?
bilet qanday tushtirsam. Misol mana video pastiga ko'rsataman qanday yozishni. Adashmasam shu edi. 1-2 ta bergandi. Mana misol CB30SK. Tushundingizlar? Mana shunday edi. Ikkinchisi Colt 30SK. Sport va kazino. Coldbet 30 sport va kazino shunaqada xullas. Ishlatinglar, o'zini rasmiy nimasi promo voucheri aktivatsiya anaqa limiti yo'q menimcha, limiti yo'q. Bu nima beradi deganlarga, misol 21 milliongacha faqat, 21 milliondan oshiq emas. 21 milliongacha sizlarga birga bir misol depozit qancha qilasizlar? Kelinglar, misol 1 million qildingizlar, sizlarga 1 million bonus beradi. Qaranglar, esimdan chiqibdi, mana shu yerga esimdan chiqibdi. Nima qilish kerak? Billa uchta telefonimga telefon. Ro'yxatdan o'tishda qaranglar, men sizlarga eng sekretini o'rgatib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tishda ham anaqa nima deydilar? Ana u sport bonus bo'limi bor-ku, bonus bo'limi sportda o'tiradi-ku, o'shani Casino Plus Games qilib qo'yinglar. Обязательно o'sha kerak. O'shasiz bo'lmaydi. O'shani Sport Plus Adinix Games qilib keyin bu voucherni ishlatinglar. Shundagina sizlarni qilgan depozitlaringga bir-biriga bir o'sha bonusni nimani pulni nimaga beradi? Bonusni hisobga beradi. O'shani keyinchalik sizlar eslaringda bo'lsa, biza nimada ekspresslarda 1-4 koeffitsiyentlar yig'ib nima qilardik-ku, bonus chiqarardik-ku. Bu safar o'sha bonusni hisob sizlarga kazinoda yoki gameslarda bo'ladi. Ishlatinglar. Yangi paytda bu gandonlarni siqib qo'yish kerak, bu yengilligida. Keyinchalik bo'lmaydi. Bunaqa shant. Yashil 29 ni shunday 40 qilsam, to'xtatsam nima deysizlar, ha? Xo'sh. 55 3 5 qilib qo'yamiz. Yoki to'xtatsammikin, ha, billa shu kunda уже 4000 5000 cha olib chiqdim-da, billat. Xo'sh. Bolalar to'xtatsam kerak. Hozir men shuni ham 29 da hozir billat 30 qilaman deb yutqazib qo'yish hech gap emas-da, bolalar. Hech gap emas. 28 gacha qani proba. Xo'sh. Davay, yana 800 ming. Yo, bo'ldi. Hozir ana u men bor-ku bilan Instagramga tarqab ketgan. Mana shunaqa bo'ladi hozir. 1 million ko'taraman deb onasi emsin. 1 million ko'taraman deb hammasi ketmasin, qo'yinglar. Demak, bolalar charchamanglar, yutqazmanglar, voucherlarni ishlatinglar. Пока возможность bor. Keyin bu videoda ham bilasizlar, konkurs 20% mana shu 29 milliondan qanchasi? 6 millionni ayiramiz, 2 million 23 milliondan 20%, 5 million atrofida odamga beriladi konkursga, aytdim men sizlarga. Bunda eksklyuziv, streamda ham eksklyuziv. Charchamanglar, sizlar bilan Knyaz edi.